O'tgan darsda sizlar bilan trigonometriyaga kirish qilib olgan edik. Bugun esa sizlar bilan trigonometriyaning ustuni bo'lgan sinus, kosinus, tangens, kotangens funksiyalar haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Birlik aylanida alfa burchak tashkil etgan to'g'ri burchakli uchburchakning y o'qiga parallel kateti sinus qiymatini beradi. X o'qiga parallel qismi esa kosinus qiymatini beradi. Pifagor teoremasidan ma'lumki, katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Bu funksiyalarning qiymatlari doim -1 va 1 oralig'ida bo'ladi. Tangens funksiyasi esa sinus va kosinuslar nisbatidan hosil bo'ladi. Kotangens esa bu nisbatning aksidir. Bu ikki funksiya ko'paytmasi 1 ga teng. Tangens uchun kosinus mahraj vazifasini bajaradi, lekin mahraj 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Kosinus esa pi taqsim 2 ning har plus pi qismida 0 ga teng. Bu degani tangens aynan shu burchaklarda aniqlanmagan, ya'ni bo'sh to'plam. Kotangens esa har pi da bo'sh to'plam. Bu to'rtta funksiyaning grafigi quyidagi shakllarda bo'ladi. Sinus, tangens, kotangens bular tog' funksiya, faqatgina kosinus juft funksiya. Sizlar bilan Fractable izlar. Keyingi videolarda uchrashguncha.